Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. Tegirmonchi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir tegirmonchi bo'lgan ekan. Tegirmonchining ikkita o'g'li bor ekan. O'g'illarning kattasi dangasa, ish yoqmas ekan. Kichigi mehnatsevar, pishiq, odobli yigit ekan. Bir kuni tegirmonchi ikki o'g'lini yoniga chaqirib, "O'g'illarim, men endi qarib qoldim", debdi. "Bir oyog'im to'rda bo'lsa, bir oyog'im go'rda. Mendan sizlarga qoladigan mana shu hovliyu tegirmon xolos. Ikkalaring ham hamjihat bo'lib, ahil yashanglar." Chol shu nasihatni qilgandan keyin bir necha kun o'tgach vafot etibdi. O'g'illariga tegirmon bilan hovli meros qolibdi. Katta o'g'liga hovli tegibdi, kichigiga tegirmon tegibdi. Kichik o'g'il har kuni odamlarning bug'doylarini tortib, qilib uyga ubu yegulik topib kelar ekan. Ammo akasi unga sira qarashmas ekan. Bir kuni ukasi, "Aka, keling, bir baxtimizni sinab ko'ramiz", debdi. Shunda akasi, "Baxtimizni sinash uchun qishloqning boy qiziga uylanamiz. Boy qiz ko'pgina sepi bilan kelib, bizlarni ham boy qiladi. Kel, sen topgan pullaringni menga ber, pul yig'aylik", debdi. Bunday puch gaplarga ukasi ko'nmabdi. O'rtada janjal ko'tarilibdi. Akasi ukasini uydan haydab chiqaribdi. Ukasi tegirmon toshini ham o'zi bilan olib uydan chiqib ketibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Qorong'u tushganda bir eski uy yoniga yetib boribdi. Eski uyda tunagani qo'rqib daraxtning tepasiga chiqib olibdi. Tegirmon toshini ham o'zi bilan daraxtga olib chiqib ketibdi. Yarim tunda daraxtda uxlab o'tirib, qo'lidan toshini tushirib yuboribdi va uyg'onib ketibdi. Uyg'onganida turli sharpalar qochib ketayotganini ko'ribdi-yu, pastga tushgani qo'rqib o'tiraveribdi. Tong otgach pastga tushsa, tegirmon toshining tagida yotgan yarim qop oltin va atrofga sochilib yotgan qimmatbaho taqinchoqlarni ko'ribdi. Kechasi o'g'rilar o'g'irlangan narsalarni tashlab qochgan ekanlar. Yigit tosh bilan birga oltin va taqinchoqlarni ham yig'ishtirib uyga bormoqchi bo'libdi. Ammo akasi bilan yana ko'ngilsiz gaplar bo'lishini o'ylab, boyliklarni ko'targanicha boshi oqqan tomonga ketibdi. Akasi bo'lsa ukasini uydan quvlab chiqargach, qiyinchilik bilan kun ko'ra boshlabdi. Tez kunda yegulik narsa topa olmay uyini sotibdi. Uyining puli ham tugab, u ko'chada qolibdi va kishilarning xizmatlarini qilishga majbur bo'libdi. O'tin terib sotib kun ko'ribdi. Kunlar shu tarzda o'taveribdi. U avvalgidan ancha chaqqon bo'lib, qo'lidan ancha-muncha ish keladigan bo'lib qolibdi. Pul yig'ib, ukasini qidirib topishni maqsad qilibdi. Bir kuni u o'tin terib horib-tolib yurganda bir muhtasham saroy oldidan chiqib qolibdi. Darvozasini qoqib suv so'rabdi. Ichkaridan 5-6 yoshlardagi bir qizcha chiqibdi. Qizcha ko'ziga issiq ko'rinibdi. Bu uy kimning uyi ekanligini so'rabdi. Qizcha odamlar dadasini tegirmonchi deb atashlarini aytibdi. Dadamlar hozir ishdalar, debdi. U tegirmonchi kelishini kutibdi. Tergan o'tinlarni ham shu hovliga olib kelibdi. Bir ozdan so'ng tegirmonchi ishdan qaytib kelibdi. U ukasi ekan. Aka-uka bir-birlarini ko'rib sevinganlaridan yig'lab yuboribdilar. Ular nihoyatda sog'ingan ekanlar. Ukasi akasini so'roqlagan paytda uning uyini sotib ketganini bilib, nihoyatda xafa bo'lgan ekan. Aka-uka bir-birlaridan hol-ahvol so'rashibdi. Ukasi akasini uyga taklif qilibdi. Uka akasining ham ancha mehnatsevar odam bo'lib qolganini, mehnat bilan kun ko'rayotganini anglabdi. Ikkalalari bir bo'lib otalaridan qolgan hovlini qayta sotib olibdilar. Shu qishloqning odobli xonadoniga sovchi qo'yib, akasini ham uylab qo'yibdi. Akasi o'z qishlog'ida baxtli hayot kechiribdi.